Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar va hamkorlar. Biz kompaniyamiz uchun muhim yutuqlar va o'sish davri bo'lgan o'tayotgan yil natijalari bilan bo'lishmoqchimiz. 340 ta Bytes va GitLab dasturlari yetkazib berildi va o'rgatildi. 420 ga yaqin uskunaviy loyihalar bajarildi. 11 million 570 metr kromka va 50 tonnaga yaqin yelim mahsulotlar yetkazib berildi. Biz 500 dan ortiq yangi hamkorlarni jalb qildik. Bu bizning ishimiz sifatini yuqori ko'rsatkichdir. Biz foydalanuvchilar orasida allaqachon mashhurlikka erishgan ikkita yangi mahsulotni ishga tushirdik. Xodimlarning umumiy soni 50% ga oshdi. Bu kompaniyaning o'sishi va kengayib borayotgan imkoniyatlarini namoyish etadi. Nansing bozor bilan doimiy aloqada bo'lish va mebel ishlab chiqarish uchun zamonaviy yechimlarni namoyish etish maqsadida Mebel Expo va KX ko'rgazmalarida ishtirok etdi. Uskunalar ishlab chiqaruvchilari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish, texnologiyalarni o'rganish va O'zbekiston bozoriga mos yechimlarni tanlash uchun ikkinchi safari Guanzhoudagi xalqaro TIF ko'rgazmada va ulkan zavodlarga tashrif buyurdik. Nansing uskunalari nafaqat O'zbekiston mintaqasida, qo'shni davlatlar Tojikiston va Qirg'izistonda ham kengayishda davom etmoqda. Modellashtirish uchun yangi va inqilobiy yechim AA House. Biz yangi binoga ko'chib o'tdik. Bularning barchasi bizga bo'lgan ishonchingiz tufayli. Assalomu alaykum Safaril aka. Assalomu alaykum. Siz bilan boshidan beri tanishmiz. Shu Bravofoodga uskuna qo'yganimizdan beri siz sexni boshqarib kelgansiz. O'shanga ozgina intervyu olmoqchi edik. Nimaga aynan Nansingga to'xtagansizlar, tanlagansizlar? Nansing bizga hamma tomonlama ma'qul kelgan, o'shaning uchun tanlaganmiz. Ustanovka paytida esingizdami shu o'rnatilganda qancha tez bo'lgandi, bolalaringizga o'rgatish jarayoni qiyin bo'lmaganmidi o'rganib olguncha uskunalarni? Qiyin bo'lmagan-ku, bir oy davomida biz bilan birga o'sha hammasi kelib ishlagan. Bir oy davomida o'rgatildi. Undan keyingi tushunmagan joylarimizga, savollarga vaqtida javob berilgan. O'zimizga kerak narsani olganmiz vaqtida. Shu savoldan o'zi keyingi savollar kelib chiqyapti. Tabiiy uskunalar ishlayotgan deyarli 2 yil bo'ldi Bravoda. Shu payt davomida servis bo'yicha qanaqa taassurotlaringiz, bir fikrlaringizni bildirsangiz. Servisimiz bo'yicha. Servislaringiz zo'r, o'z vaqtida hammasi. Tunda telefon qilsangiz ham soat 10 dan 12 dan har doim aloqada. Shunaqa vaqtlar kelgan, bizning zakazimiz yonib qolgan, tunda soat 10 da kelib tuzatib ketishgan. Nansingga boshqa tanish mebelchilaringiz bo'lsa, o'zi umuman odamlarga taklif qilarmidingiz? Taklif qilardim. Assalomu alaykum Said Azim aka. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Savolim shundan iboratki, nimaga aynan Nansing brendini tanlagansiz? Nansing brendi, bundan oldin bitta narsani sizga aytib o'tishim kerak. Ko'pchilik, mana oddiy misol, men presadishni stanovka oldim. Ko'pchilik konveyerda ishlaydiganlar, katta ob'yemda chiqaradiganlar oladi, lekin menda faqat zakaz mebel, konveyer ham yo'q, unaqa narsa yo'q. Endi Nansing brendini tanlashimga keladigan bo'lsak, Nansing brendini birinchi navbatda loyalnost uchun, ya'ni o'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak, sadoqat uchun. Ya'ni shu paytgacha ham hattoki sizlar bilan bitta xabarni olmagan paytimda ham savolim ham, murojaatim ham javobsiz qolmaganda. Joy-joyida yechim bo'lgan, joy-joyida tushuntirib yuborgansizlar, aytib yuborgansizlar, hattoki Xitoylarga birga borib keldi. Partnyorlarim orasida misol uchun o'zi juda ko'p brend bilan ishlamayman. Ishlaydigan brendlarim bilan o'sha asosan sadoqat uchun, ya'ni loyalnost uchun eng muhim narsa deb o'ylayman. Ya'ni bitta menga yaxshi bo'lmasin, unga ham yaxshi bo'lsin degan narsa bo'lgani uchun ham endi balki boshqalarni yaxshi tanimasman, boshqalarga sizlarni ishi eskidan yaxshi tanaganim uchun baribir qanaqadir shu narsa tortdi-da o'ziga. Shu Prisatga uskunasini yaqinda qo'ydik. Ko'p bo'lmadi. O'sha o'rnatish davomida qanaqadir qiyinchiliklar bo'ldi, o'rganguncha qanday bir vaqt o'tdimi? Taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi? Yo'q, o'rganib olishimiz bir hafta ketdi to'g'risi. O'sha Xitoylik akalarimiz ham kelib o'rnatayotganimizni ko'rib oldi. Bundan buyog'i telefon ham qilmayapmiz, ko'rib olasiz. Nima bo'lsa o'zimiz to'g'rilab olamiz. O'zingizga ham o'rganib oldinglar. Ha, unaqa muammo ham bo'lmayapti. Maksimum oxirgi payt bo'lgan muammo tig'i sindirib qo'ydi. Uni ham chuqurligini noto'g'ri qo'yganim uchun tig'i sinib qoldi. Uni almashtirish hammasini o'zimiz o'rganib olganmiz, bolalarimiz qilib tashlayapti. Hech qanaqa muammo bo'lmayapti. Shu uskuna olganingizdan beri oldingi, ya'ni do после deyishadi, oldingi holatni, hozirgi holatni tasvirlab bersangiz, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Endi oddiy kunda misol uchun issiq paytda deymiz, bilinmasa kerak-ku, men ko'chaga uslugiga berardim. Ya'ni hozir kecha kunduzda ko'chaga agar uslugiga beradigan bo'lsam, juda katta srok bo'lib ketyapti. Ya'ni korpusimning o'zi chiqishi, menda korpusga fasad bog'langan, kraskali, boshqa. Ular srokka juda uzoq paytga sakratib yuboradi-da. Ya'ni chiqib kelib qo'limizga tushib, ya'ni bundan stalarkamda davom ettirishi uchun juda katta srok bo'lib ketadi. Hozirgi kunda bir kun 2 kunda kesib tayyorlab olsam, prisatga qilib 2-3 kundan keyin
mijoz uyiga borib qo'yib qo'ysa bo'ladi. Agar kraskali joyi bo'lmasa, nur ustiga alonir juda tez boryapti. Ya'ni ob'yomlaringiz, hajmingiz, ishlab chiqarishingiz hajmi oshdi. Ko'proq buyurtmalar ola olasiz. Xohlasa oshirsa bo'ladi bemalol. Misol uchun oyiga 500 ta 600 ta list kesishi o'zidan o'ynab kulib mo'ljal olsak bo'ladi. Har bir intervyuda bitta shu savolni beraman. Ma'lum bir muammolar bo'ladi boshida ham, ish davomida ham. Bizning uskuna o'zi yo'q dunyoda. Shunaqa holat bo'ldimi, esingizdami va qancha tez bizga yordam berdik? Nima qanaqa tasvirlab beradi servisimizni? Balki bu menda xarakterdan bo'lsa kerak. Bironta o'zimizdan xodimlarga ham bironta birinchi qilayotgan ishni buyurganda men xato qilishga tayyor bo'laman-da. Xuddi shunaqa nimanidir olayotganda ham buzilishi, qaysidir muammolardan chiqib olishga tayyor bo'lib turamiz. Ya'ni hal qilsa bo'ladigan narsaga siqilgandan nima hojatda? Chunki u narsa bo'lishi kerak. Lekin bizda bilmadim, unaqa qiynaydigan muammo bo'lmadi. O'sha boshida o'rnatdik. O'rnatgandan keyin faqat shu esdan chiqqan narsalar bor edi, tig'ilib, o'shalarni qo'ydik. Bo'ldi, unaqa muammo bo'lgani ham yo'q. O'zi ustalarimizni chaqirganingizni qaysi muddatda yetib kelishdi? 4 soat ichida, bir kun ichida yetib kelishdi. Bir kun ichida yetib kelishdi. Intervyu uchun rahmat. Oxirgi savolim bor. Nansing brendini tavsiya qilarmisiz mebelchilar? Albatta, albatta. Menda hozir faktiski hamma narsam Nansing bo'lib ketyapti borgan sari. Hali oladigan narsalarim ham bor. O'zingizlar bilan gaplashganmiz. Inshaalloh u yo'lni ishlaymiz. Tavsiya qilaman haqiqatda. Loyalnost va sifati uchun ham tavsiya qilaman. Menga sifati ham juda yoqdi. Arrani anchadan beri ishlataman. Hali bitta tiq etgan joyi yo'q. Nansing brendiga to'xtalganing nima sabab bo'lgan o'zi boshida? Biz boshida ko'plab brendlarni qarab ko'rganmiz. Xizmat ko'rsatishlari, stanoklari bilan tanishganmiz. Uni masalan xalqimiz qaysi brendlarni ko'proq suyyapti, qaysi brendda qo'shni hamkorlarimiz ko'proq ishlayapti. O'shalar bilan hammasini bir boshdan ko'rib chiqib, tanishib, Nansing brendiga to'xtaganmiz. Sababiki ko'proq masalan Toshkent shahrida va boshqa chetkaroq viloyatlarda ham Nansing brendlari ko'proq stanoklaridan yurityapti. Hamkorlarimizni talablari, o'zimizning klientlarimiz talablaridan kelib chiqqan holatda Nansing brendiga to'xtaganmiz. O'rnatish davomida bolalaringiz o'rganishda qiynalmadimi? Qancha shu narsa davom etdi? Bizdagi Nansing firmasi o'zi eng yaxshi stanoklaridan qo'yib berishgan. Keyin uni ishlatishlarini bolalarimizni o'zi mukammal ishga tushirib olishi, ishlashi shu soha bo'yicha bemalol malaka oshirib olguncha qiyinchilik bo'lmagan. Chunki постоянно shu brend bo'yicha ishlagan, tajribasi bor odamlar bizga o'rgatib, yo'lga qo'yib berib, hamma narsani ekir-chikirigacha o'rgatib bergandan keyin biz o'zimizni ishchilarimiz qiynalmasdan hozir ishlab davom ettiryapti. Endi barham vaqt orasida ma'lum bir buzilishlar bo'ladi. Buzilmagan uskuna o'z dunyoda-ku. Boshqa to'xtalishlar bo'lib qolgan yoki qanaqadir xatolik o'zingizlar qilgan bo'lishingiz mumkin. Shu paytda servisimiz qanaqa tez javob berdi va hozirgi holatdagi servisimizga qanaqa baho berardingiz? Hozircha unaqangi katta buzilishlar bo'lgani yo'q, lekin qanaqadir kichikroq buzilishlar yo boshqa bo'lsa, sirasi telefon qilinadi. Qancha muddatda sir bo'yicha? Bir soat, uzog'i 2 soat ichida kelishadi, ko'rib, o'sha joy-joyiga qo'yib berishadi, stanoyda ishlatib berishadi, muammosini hal qilib berishadi. Keyin o'zimizning bolalarga qayerdan muammo chiqqanligini ham tushuntirib, ko'rsatib berib, keyingi safargi muammoni oldini olish uchun ko'rsatib berib ketishadi. Ya'ni yana to'xtalib qolish bo'lmasligi uchun. Va oxirgi so'nggi savolim. Masalan, shu Nansing brendi shunaqa siz taassurotingiz bor ekan. Boshqa mebelchilarga taklif bergan bo'larmidingiz? Ko'plab masalan yangi qurmoqchi bo'lgan, yangi biznes qilmoqchi, mana shu sohaga kiryapti turganlar uchun shu brendni tavsiya qilamiz. Chunki servislari, stanoklarini ishlashlari, keyin o'zimizning mijozlar uchun juda ham qulayliklarga ega bo'lyapti. Ya'ni kesib berish jarayonlarida ham hech qanday muammolar bo'lgani yo'q. Kromkalarimiz ham juda ham sifatli, aniq bo'lganligi uchun bizani o'zimiz hamkorlarimizdan hech qanaqa e'tirozlar tushgani yo'q. Va biz bu qanaqa deydi? Hamkorligimizni kengaytirish, ya'ni boshqa joylarga yangi quriladigan bizneslarimizga ham mana shu Nansing brendidan ko'proq ishlatmoqchimiz. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. As-Sobir mebelga keldik. Siz shu yerda ish yurituvchisiz bilaman, boshidan beri tanishmiz siz bilan. Bitta savollarim bor edi. Birinchi asosiy savolim, shuncha brendlar orasida nimaga aynan Nansing tanlagansizlar? Nansingni bizga qulayligi narxida, keyin ishlashda qulayligi, pilniy sentrimiz ham bor. Xavfsiz duxpilkadan ko'ra xavfsizroq, ham ish tezroq bitadi bizda. Bir xilli ob'yomli zakazlar bo'lsa, 5 ta qo'yib ham kesib bemalol tezroq chiqazib yuborsa bo'ladi. Ish jarayoni ham tez olib boriladi. Boshida o'rnatishda ustanovka qilgandan keyin bolalaringizga shu stanok o'rganuvchi ma'lum bir vaqt o'tadi-da, qiynalmadinglarmi? Qancha muddat ketdi?
Taxminan uzog'i bilan 10 kundan 1 oygacha vaqt ketgan. Yana ish davomida qiyinchilik joylar bo'lib qolganda hali ham o'rganib ketishyapti, lekin основной 1 oyda bemalol o'rganib olsa bo'ladi deb o'ylayman. Asosiy narsalar o'rgan bo'ldi. Asosiy narsani 1 oyda o'rganib bemalol ishlasa bo'ladi deb o'ylayman. Shu muddat ichida 2 yilcha bo'lib qoldi uskunalar ishlayotganiga, orada buzilishning tabiiy bo'lishi, buzilmagan uskuna o'zi yo'q dunyoda. Servisimiz bo'yicha qanaqa fikrlaringiz? Servisinglar yaxshi. Gruppalarda ham yozsa, sразу javob berishadi. Agar mabodo vaqtli ish bo'lib qolmasa, shu keladigan vaqtlisini yetib, imkon qadar tezlashtirib, shuncha paytdan beri buzilgan bo'lsa, ko'p ham buzilmadi-ku, qarab hammasini to'g'rilab berishdi. Endi shu uskunalar qo'yishingizdan oldingi muddat bilan hozirgi bilan taqqoslaganingizda qanaqa o'zgarishlar, qanaqa darajaga chiqdinglar? Qanaqa edi, qanaqa darajaga chiqdinglar? Rivojlanish katta. Eski stanoklarımizda xavfli edi ishlashga, odamlarning xavfsizligi o'ylangan narsingda, ishlashga qulay, tez, narxi ham hamyonbop, O'zbekiston sharoitiga juda ham yaxshi. Zakazinglar ko'paydimi? Ko'proq zakazlarni bajara olasizlar? Zakazlar ko'p, aniqligi to'g'ri chiqadi. Bizda detalli graduslari, shu narsalari to'g'ri chiqadi Pinni Centerda, ancha yaxshi. Prisatkaga qanaqa baho berasiz? Prisatga ishlashi yaxshi, tez, mebelchilarga ham ancha qulay bo'lyapti. O'zbekiston sharoitida yaqinda kirib kelganiga ham mebelchilar sekin-sekin o'rganib, qulayligini bilishyapti. Kundan kunga zakazlar ko'payyapti. Birinchi qildigan odam ham keyingi zakazni prisatkada o'sha qildirishni boshlayapti. Shu Nansing brendi bilan tanishdingiz, ko'rdingiz o'z ko'zingiz bilan. Bolalaringiz ham ishlaydi shunda, o'zingiz ham nazorat qilasiz. Boshqa mebelchilarga ham taklif berarmisiz? Albatta taklif beramiz. Xo'jayinim ham borib keldilar. Nansing zavodiga, Xitoyga ko'rib maqtab, ancha iliq so'zlarni aytdilar. Biz ham ishlayapmiz yaxshi. Umuman olganda yomon emas, yaxshi. Do'stlar, 2025-yil Nansing kompaniyasi uchun juda ham ko'p yutuqlar va natijalarga boy bo'ldi. Biz mamlakatimiz davomida yuzlab yangi hamkorlar orttirdik va yuzlab loyihalarni amalga oshirdik. Yuqoridagi aytilgan barcha ko'rsatkichlar siz bildirgan ishonch natijasidir. Biz shu bildirgan ishonchingiz uchun jamoamiz nomidan chin yurakdan minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Va 2026-yil davomida sizlarga yanada yaxshiroq xizmat qilishni, ko'p yechimlarni taqdim qilishni davom etamiz. Rahmat.